Bizlardan ko'p odam quruq yer so'raydi. O'sha so'raganlar uchun yaxshi variant topib qo'yganmiz. E'tibor markazidan Qibray tuman tashkilotga qaratamiz. Arg'in mahallasiga, Ankiletskiy Baysar interimizni ko'rib turgan edi. Mana shu yerimiz sotuvga chiqqan umumiy yer maydoni 14,75 sotuv ko'rib turibsizlar. Bu yoq tarafda ozgina qiyshroq ketgan, bu yoq tarafda o'zini alohida bremenkalari bor, bir xonali, bu yoq tarafda o'z baliq boqish uchun joylar qo'yishgan ekan. Yerimizdan ko'rasizlar, keng katta, bu yoq taraf kirosh prixojamiz bo'lyapti. Kiroshimizni ham ko'rib turibsizlar. Bunaqasi ham sal qiyshroq ketgan. Mana shu ichidagi blok tegish bilan doy katta bo'lib ketgan. Ko'chalarni ham ko'rasiz, keng kattalikda, yaxshi holatda bo'lib turibdi. Aytib o'tgan umumiy yer maydoni 14,75 bo'lyapti. Bu yerimizni yer hisobida berishyapti. Yana past nomerlar qoldiramiz. Bemalol egalarning telefon qilib savdo barakasini qilsangiz bo'ladi. Kattishchi okalarimizga yaxshi variant bu bir nechta kattishni tushib tashlaysangiz bo'ladi. Chunki hozir men kirib ketayotganini ko'rdim, mahallada ko'p kattishlar tushgan, 2 sotuv, 1,5 sotuvli kattishlar rasa ko'paygan, bu rasa qurishgan ekan. Sizlar ham olib qursanglar bo'ladi, xohlasangiz 1,5 sotuvli ham qurib olsangiz bo'ladi, lekin men 1,5 sotuvli kattishni ko'rmadim, faqat 2,5 3 sotuvli kattishni ko'rdim. Bu yerga ham o'zingizlar 1,5 sotuvdan bir nechta kattishni tushib tashlaysanglar bo'ladi. Suv, gaz, svetlardan muammosi yo'q ekan. Past nomerlarni qoldiramiz. Bemalol qiziqqanlar o'zingizlar telefon qilib savdo barakasini qilsanglar bo'ladi.